ertangi kunimiz dunyoni taqdiri va farovonligi o'sib kelayotgan yosh avlod qo'lida. Yoshlarimizning qalbi va ongiga tinchlik, gumanizm va do'stlik, o'zaro ishonch va hurmat kabi oliyjanob g'oyalarni singdirish dolzarb vazifamizdir. Bu borada jahon yoshlarining tinchlik sari harakatini ta'sis etish va uning qarorgohini O'zbekistonda joylashtirish taklifini ilgari suramiz deb aytildi. Bu bergan bitta tashabbuslari bilan yoshlar siyosatini butun dunyo shug'ullansin, yoshlarning siyosatini muhim darajaga olib chiqsin degan ma'lum darajada tezis, ma'lum darajada bir qanaqadir pasil berdilar, yo'nalish berdilar. Bu nega? Chunki agar biz dunyoda bo'layotgan holatni qaraydi, qanaqa rivojlanib ketmasin, lekin bu sohaga e'tibor qilmagan davlatlar yo'qotish paydo bo'ldi. Bir e'tibor qilinglar, masalan, ko'p davlatda qadriyatlar yo'qolib ketdi. Shuning uchun albatta davlatimiz rahbari bu bergan tashabbuslari, bu bergan yo'nalishlarni tegida dunyo ma'lum darajada bizdan ham o'rganadigan narsalar juda ko'pligi ko'rsatadi. Gender siyosati bo'yicha aytiladi. Hammaga imkoniyat qaratamiz. Qarang, oliy ta'limda bo'lgan holat. Hozir ayollarimiz, qizlarimiz 50% dan yuqori. Bu ham oliy ta'lim siyosatini juda to'g'ri yo'lga qo'yilganini ko'rsatadi. Ayol kishi qiz bola o'qiydigan bo'lsa, ertaga u farzandlarini o'qitadi. U jamiyat o'qiganini ko'rsatadi. Bu juda katta yutuq. Davlatimiz rahbari ayollarga magistraturaga tekin ta'limni joriy qildilar. Qarang, birorta davlat tajribasida yo'q narsa. Bakalavrda foizsiz kreditlar moliyalashtirishni berdilar. Bu negizda ham siyosat yotibdi. Shuning uchun men bittasini aytgan bo'lardim. Bu yoshlar siyosatini ham bu minbardan turib gapirishlariga sabab bularga qilinayotgan imkoniyatdan to'g'ri qabul qilish kerak.